Telefonimga teyapsizlar o'sha bor-u, bormayman deb aytdim-ku sizlarga. Montaj qotuvdim men hozir. Instagramga, TikTokka video qo'yishim kerak. Bo'pti. ولا إلى ولا أحلى ولا إلى ولا أحلى Kitob o'qish zerikarli emasmi? Ha yo'q, naborot, bu Wi-Fi degan. Ruhim ulab oladi. O'lsam ham kitob o'qimasam kerak. Choy sovib qopti. Xolasangiz boshqasini zakaz qilib beraman. Aksan. Agar bu yoshimizda taqdir bo'lsa, biz yana ko'rishamiz. Hamma bolalar mendan Telegram, Instagramimni so'raydi. Bu nimaga so'ramayapti? Mana mening Instagramim. Voy, muncha ko'p подписчикis, просмотрlarni. Shuncha obunachilaringiz ichidan bittasiga pod berganmiz xataba? Yo'q, ularning hammasi meni yaxshi ko'radi. Zaprosimni kamiga menga cho'qqinib yozadiganlar ko'p. Mening xolis ko'rsataman sizga. Men bitta masalan, mana bunaqa deb yoz. Sen üzülme, sözlerin hep yüreğimde. Voy, uzr. Annem, gel üzülme. Iye, Anora? Men seni kutgandim. Nimaga o'shanda хотя бы telefon nomerimni olmadingiz? Chunki rostlagan sevgi onlaynda emas, yurakda bo'ladi.